elektron imzo miyey, selfie miyey, bir nimalar qildirib kelganingizdan beri moddiy yordam pullari kelmay qoldi-ya. Ya, anaqa o'tiring-da. Aka, sizga bitta yaxshi, bitta yomon yangiligim bor. Qaysinisidan boshlay? Yomonidan boshlayveringchi. Sizga endi moddiy yordam puli chiqmaydi. Yaxshisi-chi? Endi siz kambag'al emassiz. Ya, qanday qilib? Buni ham sababi bor, lekin yaxshisidan boshlaymi yo yomonidan? Bunisini yaxshisidan boshlang-chi qani. Chunki sizning 10 yilga dehqonchilik uchun ijaraga olingan 15 sotix yeringiz bor va siz uni auksionda yutib olgansiz. Yomonichi? Birinchidan u yerga suv chiqmaydi. Ikkinchidan yer solig'ini to'lab qo'yishingiz kerak. Yana auksionda qatnashib yutib olganingiz uchun ham to'lov qilishingiz shart. Sen jinnimisan? Meni qay balolarga tiqib qo'yding? Menda shuncha pul nima qiladi? Aka, o'zingizni bosing. Sizning anaqa bizning, ya'ni siz bilan mening pulimiz bor, ko'p pulimiz bor. Qanaqa pul? Haligi kredit olgansizmiz. Ey, nima deb aljiryapsan? Qanaqa kredit? Yana nima kulfatga yo'liqtirding meni? Xavotirlanmang. Kredit bo'yicha ham bitta yaxshi, bitta yomon xabarim bor. Qaysinisidan boshlang? Seni yaxshisidan boshlachi. Pulimiz 10 barobar ko'payib ketishi mumkin. Tasavvur qilyapsizmi? Yomonichi? Buning uchun Manchester United Barselonani yutish kerak. Ya, ekspert jinnisi. Pul ham yo'q degan